Tong hali yorishmagan, hovli ustiga yupqa tuman cho'kkan edi. Qishloq hali uyg'onmagan, faqat uzoqdan xo'rozning bo'g'iq ovozi eshitilardi. Dilnoza asta ko'zlarini ochdi. Uyg'ongan zahoti bir zum qayerdaligini anglamadi. So'ng yuragi sekin urib, xonani ko'zdan kechirdi. Pastak shift, oq pardalar, devorda eski soat. Bu uning endi begona bo'lmagan, ammo hali butunlay o'ziga aylanmagan uyi edi. Bugun Dilnoza bu xonada kelin sifatida uyg'onganiga 4 oy to'lgandi. 4 oy uzoq emasdek tuyuladi, ammo har kuni yangi sinov, yangi o'rganish bilan to'la edi. U sekin o'rnidan turdi. Peshonasiga tushgan soch to'lalarini to'g'irladi va hovliga qaradi. Hovli jimjit, ammo bu jimlik aldovchi edi. Birozdan so'ng bu uy hayotga to'lardi. Qaynonaning qadam tovushi, idish-tovoqlarning jarangi, supurgi shiviri, non hidi. Dilnoza bularning barchasini yuragi bilan his qilar, har bir mayda detaldan o'z o'rnini izlar edi. U suv tashidi, hovlini supurdi, nonushta tayyorlashga kirishdi. Har bir ishni puxta, ammo sezdirmay bajarishga harakat qildi. Chunki bu uyda kelinning ovozi baland bo'lmasligi, qadamlarning og'irligi bilinmasligi kerak edi. Unga shunday o'rgatilgan. Qaynona Oysara opa kam gap, ammo nigohi o'tkir ayol edi. U ko'p tanbeh bermas, lekin bir qarashning o'zi yetarli bo'lardi. Dilnoza ko'pincha shu nigohdan cho'chirardi. To'g'ri qilyapmanmi? Degan savol yuragida tinmasdi. Eri Jamshid sokin tabiatli yigit edi. U ko'p gapirmas, lekin Dilnoza bilan yolg'iz qolgan paytlari ko'zlarida iliqlik paydo bo'lardi. Ammo u ham bu uy qoidalarining ichida ulg'aygan, ba'zan Dilnozaning ichki og'riqlarini sezsa-da, aytishga jur'at etmasdi. Kechalari Dilnoza ko'pincha uxlay olmasdi. U bolalik uyini eslardi. Onasining kulgisi, otasining sokin ovozi, singlisining sho'xligi. Bu uy esa jiddiy, vazmin, sukunatga o'ralgan edi. Bir kuni qaynona kasal bo'lib qoldi. Uy ishlari to'liq Dilnozaning zimmasiga tushdi. U tongdan kechgacha tinmadi. Ovqat qildi, dori tayyorladi, hovlini tartibga soldi. Kechga borib oyoqlari uvishib ketdi, ammo u bir og'iz nolanmadi. Shu kecha Jamshid asta dedi: "Sen juda charchading. Rahmat." Bu oddiy gap Dilnoza uchun katta dalda bo'ldi. Chunki birinchi marta kimdir uning mehnatini ko'rganini his qildi. Kunlar o'tdi. Dilnoza sekin asta bu uy ritmiga moslasha boshladi. Qaynona ham uni kuzatardi. Bir kuni u kutilmaganda dedi: "Choyni yaxshi damlaysan. Onang o'rgatganmi?" Bu savol tanbeh emas edi. Bu qabul qilishning ilk belgisi edi. Dilnoza yuragida nimadir eriganini his qildi. Vaqt o'tib bu uyda Dilnozaning nafasi sezila boshladi. Pardalar yuvildi, hovliga gul ekildi, oshxona iliqlashdi. U ovozsiz, ammo qat'iy ravishda o'z izini qoldirardi. Bir kecha u deraza yonida turib osmonga qaradi. Yulduzlar sokin porlardi. Dilnoza chuqur nafas oldi. U hali ham kelin edi. Ammo endi u faqat sabr qilayotgan qiz emas, balki bu uyning bir bo'lagiga aylanayotgan ayol edi. U yuragida shunday dedi: "Men bu uyga faqat kelin bo'lib kelmadim. Men bu yerga mehr olib keldim va vaqt kelib bu uy ham meni o'z qizi kabi qabul qiladi." Tun jim edi, ammo bu jimlik endi Dilnozani qo'rqitmasdi. Ertasi tong boshqacha boshlandi. Havo salqin, osmonda bulutlar past osilib turardi. Dilnoza uyg'ongach, bir zum yotgancha shiftga tikildi. Yuragi g'alati siqildi. Sababsiz emas edi bu. U oxirgi paytlarda tez-tez shunday holatni sezardi. Go'yo ichida aytilmagan gaplar, yig'lab chiqilmagan ko'z yoshlar jamlanib borayotgandek. U sekin o'rnidan turdi. Bu uyda kelin ertalab hammadan oldin uyg'onishi kerak. Ammo bugun u shoshilmadi. Yuragini bir qo'li bilan bosib, chuqur nafas oldi. Oshxonaga chiqqanida qaynona allaqachon uyg'oq edi. Oysara opa stol yonida o'tirib jim o'ylanib qolgan, qo'llari tizzasida. U Dilnozani ko'rib bir zum tikildi. "Kecha yomon uxladimmi deb o'yladim", dedi u past ovozda. "Sen ham erta uyg'onibsan." Bu gapda buyruq yo'q edi. Hatto odatdagidek sovuqlik ham sezilmadi. Dilnoza buni payqadi, ammo ko'rsatmaslikka harakat qildi. "Choy damlaymanmi?" dedi u muloyimlik bilan. "Ha", dedi qaynona, biroz sukutdan so'ng. "Damla."
Choy qaynadi. Choy hidiga hovli ham jonlangandek bo'ldi. Shu payt Dilnoza ichida nimadir titrab ketdi. Go'yo shu oddiy lahzada uning hayotidagi katta burilish boshlanayotgandek. Jamshid kechroq uyg'ondi. U odatdagidek salom berdi, ammo Dilnozaning yuziga uzoqroq qaradi. "Yuzing rangsiz", dedi u sekin. "Yaxshi emasmisan?" Dilnoza yaxshiman demoqchi bo'ldi, lekin ovozi chiqmay qoldi. U faqat bosh irg'adi. Jamshid boshqa hech narsa demadi, ammo bu jimlikning o'zi yetarli edi. U sezgan edi. Kun davomida Dilnoza o'zini yomon his qildi. Qo'llari tez charchadi, boshi aylanib ketdi. Qaynona ham buni sezdi. Bir payt u keskin ohangsiz dedi: "Ishni to'xtat, o'tir." Bu buyruq emasdi, bu ruxsat edi. Dilnoza ilk marta bu uyda o'zini kelin emas, balki oddiy insondek his qildi. U o'tirib qoldi. Yuragi g'alati yumshab ketdi. Ko'zlari yoshlanib chiqdi, ammo u tezda yuzini burdi. Bir necha kundan so'ng haqiqat ayon bo'ldi. Shifokor sokin ovozda gapirdi, juda oddiy so'zlar bilan, ammo bu so'zlar Dilnozaning butun hayotini boshqa yo'lga burdi. "Siz homiladorsiz." Dilnoza bir zum hech narsa eshitmadi. Go'yo vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Yuragi tez ura boshladi. Qo'llari titradi. U sekin stul suyanchigidan ushladi. Jamshid yonida edi. U ham jim qoldi. So'ng Dilnozaning qo'lini mahkam ushladi. Bu qo'l ushlashda qo'rquv ham bor edi, quvonch ham, mas'uliyat ham. Uyga qaytishdi. Yo'l bo'yi hech kim gapirmadi. Hovliga kirishganda qaynona eshik oldida edi. U ularning yuziga qarab hammasini tushundi. "O'tirlar", dedi u. Dilnoza ko'zini pastga tikdi. U qaynona nima deydi deb kutdi. Tanbehmi, talabmi yoki sukutmi? Ammo Oysara opa sekin dedi: "Demak, ona bo'lasan." Bu gap qattiq emasdi. Bu gapda hayot ko'k narsani ko'rgan ayolning ovozi bor edi. Shu kundan boshlab uy o'zgara boshladi. Dilnozaga endi og'ir ishlar qildirilmadi. Qaynona ba'zan o'zi ovqat qilar, ba'zan maslahat berardi. Jamshid esa kechqurunlar Dilnozaning yoniga o'tirib, kelajak haqida jim o'ylardi. Dilnoza esa ichida yangi hayotni his qila boshladi. Har kuni yuragiga qo'lini qo'yib, sekin pichirlardi: "Sen mening umidimsan." Ammo bu baxt bilan birga qo'rquv ham kelardi. U o'zidan so'rardi: "Men yetarlicha yaxshi ona bo'la olamanmi? Bu uy meni to'liq qabul qiladimi?" Bir kuni kechasi u yana uxlay olmadi. Hovliga chiqdi. Oy yorug'i yerga tushib, hovlini oq rangga bo'yagan edi. Shu payt qaynona ham chiqib qoldi. "Sovuqda chiqma, bola bor ichingda." Bu gap oddiy edi, ammo bola bor ichingda degan so'zlar Dilnozaning yuragiga o'rnashib qoldi. Chunki bu gapda mehr bor edi, e'tirof bor edi. Oysara opa yoniga o'tirib qoldi. "Men ham kelin bo'lganman, men ham yig'laganman, ammo aytmaganman." Dilnoza hayrat bilan qaradi. Kelin bo'lish sabr emas faqat. Kelin bo'lish o'zingni yo'qotmay yashash. Bu so'zlar Dilnoza uchun kechikib kelgan, ammo juda kerakli so'zlar edi. Tun jim edi, ammo endi bu jimlik bo'sh emasdi. Bu jimlikda tushunish bor edi, qabul qilish bor edi va eng muhimi davom etayotgan hayot bor edi. Dilnoza qo'lini qarniga qo'ydi. U endi bu uyga kelin bo'lib kelgan qiz emas edi. U kelajakni olib kelayotgan ayol edi. Vaqt asta-sekin, ammo og'ir qadamlar bilan o'ta boshladi. Dilnoza kunlarni sanamasdi, ammo har tong qornidagi harakatni sezgach, yana bir kun o'tilganini anglar edi. Bu uyda endi u yolg'iz emas edi. Har bir nafasida, har bir yurak urishida yana bir hayot bor edi. Qaynona endi uni ismi bilan chaqira boshladi. "Dilnoza, sovuq suv ichma." "Dilnoza, o'tir, men qilaman." Bu mayda gaplar katta o'zgarish edi. Chunki bu uyda ism bilan chaqirish begonalikning tugashi demak edi. Ammo hayot hech qachon faqat yumshoqlik bilan davom etmaydi. Bir kuni Jamshid kech keldi. Juda kech. U eshikdan kirganida yuzida charchoq, ko'zlarida xavotir bor edi. U jim o'tirdi. Ovqatga qo'l uzatmadi. "Nima bo'ldi?" dedi qaynona. Jamshid bir zum sukut saqladi. So'ng past ovozda dedi: "Ishdan bo'shatishdi." Uy ichiga og'ir sukunat cho'kdi. Dilnoza yuragining qanday qisilib ketganini aniq his qildi. U qo'rquvni ichiga yutdi. Chunki hozir uning qo'rquvga haqqi yo'q edi. Ichida bola bor edi. Qaynona chuqur nafas oldi.
Rizqni Alloh beradi, dedi u. Bugun ketdi, ertaga boshqasi keladi. Ammo Dilnoza bilardi, bu gaplar bilan yurakdagi og'irlik yengillashmaydi. Shu kundan boshlab Jamshid o'zgardi. U kam gapira boshladi. Ko'proq tashqarida yurdi. Ba'zan kechqurunlar hovlida yolg'iz o'tirib qolardi. Dilnoza uning yoniga chiqardi, lekin ortiqcha savol bermasdi. U faqat yonida bo'lishni tanlardi. Bir kecha Jamshid birdan dedi: "Men senga hozir og'irman." Dilnoza javob bermadi. U faqat qo'lini Jamshidning qo'liga qo'ydi. "Biz birgamiz", dedi sekin. Yetadi. Bu ikki og'iz so'z Jamshid uchun anchadan beri eshitilmagan tayanch edi. Oylar o'tdi. Dilnozaning yurishi og'irlashdi. Nafasi tez-tez qisardi. Ammo u shikoyat qilmadi. Qaynona esa hammasini ko'rib turardi. "Tug'ruq yaqin", dedi u bir kuni. "Qo'rqma." Ammo Dilnoza qo'rqardi. U buni tan olishdan ham qo'rqardi. Tungi og'riqlar birdan boshlandi. Avval sekin, keyin tobora kuchayib bordi. Dilnoza qo'llarini choyshabga mahkam yopishtirdi. Ovozi chiqmasdi, faqat ko'zlaridan yosh oqardi. "Sabra qil, qizim", dedi qaynona. "Ona bo'lyapsan." Bu so'zlar Dilnozaning ongida uzoq aks sado berdi. Ona bo'lyapsan. Shifoxona hidlari, oqartirilgan devorlar, oqartirilgan chiroqlar, og'riq va kutish va yana og'riq va nihoyat bir lahza, bir ovoz, bolaning yig'isi. Bu yig'i Dilnozaning butun hayotini yuvib ketgandek bo'ldi. Ko'z yoshlar o'z-o'zidan oqib tushdi. U charchagan edi, lekin baxtdan titrardi. "O'g'il", dedi shifokor. Jamshid tashqarida boshini egib, ko'zlarini yumdi. U ilk marta yig'ladi, yashirmay, uyalmay. Uyga chaqaloq bilan qaytish butunlay boshqa hayotning boshlanishi edi. Hovli ham o'zgardi. Jimlik o'rnini beshikning mayin g'ichiri, chaqaloqning yig'isi egalladi. Qaynona beshik boshida o'tirib asta dedi: "Endi sen faqat kelin emassan." Dilnoza boshini ko'tardi. "Endi sen ona ham." Bu gap oddiy edi, ammo u Dilnozaning butun o'tgan azoblarini oqlab qo'ygandek bo'ldi. Tunlari Dilnoza uxlamasdi, bola bilan birga uyg'onardi. Ammo endi u yolg'iz emas edi. Qaynona ham turardi, Jamshid ham. Bir kecha Dilnoza beshik yonida o'tirib sekin pichirladi: "Men kelin bo'lib keldim, ammo ona bo'lib qoldim." U bilardi, hayot hali yana sinovlar beradi, ammo endi u ichida kuch borligini bilardi. Chunki u sabrni o'rganib bo'lgan edi va muhabbatni ham. Yillar qanday o'tganini Dilnoza sezmay ham qoldi. Kunlar ketidan kunlar, fasllar ortidan fasllar o'tdi. Hovlidagi daraxtlar kattalashdi, devorlardagi ranglar xiralashdi. Ammo uy ichidagi hayot to'xtamadi. O'g'li Islom endi maktabga borardi. U har tong sumkasini osib, hovlidan chopib chiqardi. Dilnoza esa eshik oldida bir zum to'xtab, uning ortidan qarab qolardi. Yuragida g'alati bir tuyg'u bo'lardi, faxr bilan xavotir aralash. Qaynona Oysara opa endi avvalgidek tetik emasdi. Sochlari oppoq bo'lib ketgan, qadamlarida og'irlik paydo bo'lgan edi. Ammo ko'zlarida hanuz o'sha qat'iyat bor edi. Bir kuni u Dilnozani yoniga chaqirdi. "O'tir", dedi u. "Gaplashamiz." Dilnoza yuragi g'alati siqilib yoniga o'tirdi. "Men seni ilk kelganingda qattiq tutganman", dedi qaynona sekin. "Chunki menga ham shunday qilishgan." Dilnoza jim edi. U bu gapni inkor etmadi, tasdiqlamadi ham, faqat eshitdi. "Lekin sen chidab berding", davom etdi Oysara opa. "Ovozingni ko'tarmading, ammo yo'qolmading ham. Bu kuch." Bu so'zlar Dilnoza uchun kechki paytilgan mukofot edi. U ko'zlarini pastga qaratdi, ammo yuragida og'ir yuk yengillashdi. Oradan ko'p o'tmay qaynona olamdan o'tdi. Uy yana jim bo'lib qoldi. Ammo bu safar jimlik boshqacha edi. Bu jimlikda xotiralar bor edi, mehnat bor edi, kechirim bor edi. Dilnoza endi bu uyning bekasi edi. Bir kuni Jamshid ishdan kelib dedi: "Islomni uylantiramiz." Bu gap Dilnozaning yuragini bir zum to'xtatgandek bo'ldi.
U o'sha zahoti o'zini esladi. Begona uy, begona qoidalar, kelinlikning ilk tonglari. Qanday qiz ekan? Dedi u sekin. Muloyim, dedi Jamshid. Ammo qo'rqoq. Shu so'z Dilnozani uzoq o'ylantirdi. To'y bo'yla. Hovli yana odamga to'ldi. Musiqa, kulgi, tabriklar, ammo Dilnoza hammani kuzatardi. Ayniqsa yangi kelinni. Kelin Mohira. Eshikdan kirib kelganida boshi egik edi. Qadamlarini ehtiyot qo'yar, ovozi chiqmasdi. Xuddi Dilnozaning o'zi kabi, yillar avval. O'sha kecha Dilnoza uxlay olmadi. U deraza yonida o'tirib, o'tmishini esladi. Qancha yig'laganini, qancha yutganini, qancha sukut qilganini. Ertasi tong u erta turdi. Oshxonaga kirdi. Non yopdi, choy damladi. So'ng kelin xonasining eshigini taqillatdi. Mohira, dedi u muloyim. Uyg'on. Kelin cho'chib o'rnidan turdi. Qo'rqma, dedi Dilnoza. Bu uyda baland ovoz bilan gapirilmaydi, lekin yurakni ham bosib yurilmaydi. Mohira hayrat bilan qaradi. Agar charchasang ayt, dedi Dilnoza. Agar yig'lagin kelsa, yig'la. Kelin bo'lish sukut emas, kelin bo'lish o'sish. Mohiraning ko'zlari yoshlanib ketdi. Dilnoza hovliga chiqib, osmonga qaradi. Yillar oldin u shu hovlida qo'rqib turgan edi. Endi esa u shu hovlida birovga suyanch bo'layotgan edi. U ichida sekin dedi. Hayot doira ekan. Bugun kelin bo'lib kelgan qiz ertaga bir kelinni tushunadigan ayolga aylanar ekan. Hovli jim edi, ammo bu jimlik tirik edi. Unda o'tgan hayot ham, kelayotgan hayot ham bor edi. Tun yana sokin edi. Hovli ustiga asta qorong'ulik cho'kib borardi. Dilnoza eshik oldida o'tirib, osmonga qaradi. Yulduzlar ko'p emasdi, ammo borlari ham yetarli edi. Xuddi hayotdagidek. Uy ichidan beshikning mayin g'ichiri eshitildi. Mohira bolani tebratayotgan edi. Dilnoza bu tovushni eshitib, yuragi qanday iliqlashganini sezdi. Bu uyda yana bir kelin bor edi, ammo endi u yolg'iz emasdi. Dilnoza sekin o'rnidan turdi. Hovlidan yurib o'tdi. Qadam tovushlari bilinmasdi. Bir paytlar u qadamlarini shunday ehtiyot qo'yardi, chunki kelin shovqin qilmasligi kerak deb o'rgatilgan edi. Endi esa u shovqin qilmasdan yurishni tanlagan ayol edi. U eshik yonida to'xtadi. Ichkariga kirmadi, faqat quloq soldi. Bola jim edi. Mohira pichirlab nimadir derdi. Ona bo'layotgan ayolning ovozi edi bu. Dilnoza ichida o'ziga o'zi gapirdi. Men bu uyga kelin bo'lib kelgandim. Qo'rqib, sukut qilib, ko'z yoshlarimni yutib. Menga kelin bo'lishni sabr deb o'rgatishdi, ammo men keyin bildim, sabr jimlik emas ekan. Sabr ichingdagi ovozni yo'qotmasdan kutish ekan. U chuqur nafas oldi. Men yig'ladim, yashirincha, kechalari. Ammo ertalab yana turdim. Yana non yopdim, yana choy damladim, chunki hayot to'xtamasdi. Men ham to'xtamasligim kerak edi. Hovli devoriga suyandi. Sovuq g'isht kaftiga urildi, ammo u titramadi. Men ona bo'ldim. Shunda tushundim, ayol faqat kelin bo'lib sinovdan o'tmaydi. Ayol ona bo'lib kuchga kiradi. Chunki endi u faqat o'zi uchun emas, birov uchun yashaydi. Bir zum sukut. Yillar o'tdi. Qo'ynana ketdi. O'sha qat'iy nigohlar, o'sha sokin ovozlar xotiraga aylandi. Men esa qoldim. Bu uy bilan birga qoldim. Chunki men endi mehmon emas edim. Dilnoza ko'zlarini yumdi. Bugun bu uyga yana bir kelin keldi. Uning ko'zlarida men o'zimni ko'rdim. Qo'rquvni, umidni, yangi hayotni. Va men bilaman, agar men unga baland ovoz bo'lsam, u sinadi. Agar men unga sukunat bo'lsam, u yo'qoladi. Shuning uchun men unga mehr bo'laman. U sekin jilmaydi. Kelin bo'lish bu bir bosqich, ammo ayol bo'lib qolish bu tanlov. Men tanladim. Tun chuqurlashdi.
hovli yana jim bo'ldi. Ammo bu jimlik endi bosh emasdi. Unda bir ayolning butun hayoti, sabri, muhabbati va kechirimlari yashardi. Dilnoza sekin eshikni yopdi va uy uxlab qoldi.